Shashmaqom. Shashmaqom 2003-yilda YuNESKOning insoniyatning og'zaki va nomoddiy merosi durdonalari ro'yxatiga kiritilgan. Shashmaqom o'z ijrochilik an'analari va qat'iy tizimga ega bo'lgan kuy va ashulalar majmuidir. Shashmaqom fors tilida 6 maqom ma'nosini anglatadi. Uning tarkibiga quyidagi maqomlar kiradi: buzruk, rost, navo, duvgoh, segoh, iroq. Shashmaqom bunday ko'rinishda 18-asr o'rtalarida Buxoroda shakllanganligi uchun Buxoro shashmaqomi ham deyiladi. Maqomlar avloddan avlodga an'anaviy og'zaki tarzda o'tib, bunda ustoz-shogird uslubidan foydalanilgan. Yunus Rajabiy shashmaqomni to'liq notaga tushirib nashr ettirdi. Maqom cholg'u kuylari yakka cholg'uda ham, cholg'uvchilar ansambli bilan ham ijro etilishi mumkin. Aksariyat hollarda g'ijjak, dutor, nay, rubob, qo'shnay kabi cholg'ularda yakka holda ijro etib kelinadi. Ansambl ijrochiligida esa tanbur, dutor, nay, qo'shnay, g'ijjak yoki sato, chang, qonun, ud, rubob va doiradan tashkil topgan jamoa ishtiroki ko'proq uchraydi.